Yo, assalomu alaykum qarindoshlar. Qanday ahvollar? Yaxshimi? Hozir vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugun bizning so'zlaydiganimiz bo'lsa, agar dunyoda insonlar yo'qolib ketib, 10 ming yilgacha qanday ishlar yuz berdi? Shuni so'zlaymiz. Endi biz nima uchun buni so'zlaymiz degan chaqda, mushu bizning hozirgacha mushu fan texnikada topgan isbotlarimiz, mushu biz insonlarniki paydo bo'lgan vaqti, rasmiy mushu madaniyatlari, hamma paydo bo'lgan vaqti faqat 10 ming yildan oldindan boshlab tepilgan. Mushu 150 ming yilning oldidan 10 ming yilning oldigacha bo'lgan vaqtdagi o'ttirliqda bir mushu hech qanday fakt yo'q, hech qanday narsa tepilmagan. Buni biz missing link deymiz. Endi biz bilamiz, million yilning oldindan insonlarniki tosh davri mushta paydo bo'lgan. Maymunsimon odamlar paydo bo'lgan. Lekin onun keyindeki mushu 150 ming yilning oldidan 10 ming yilning oldigacha bo'lgan fakti hech qanday tepilmagan. Agar biz o'ylab baqsak, shu chaqlar biz insonlar shunday taraqqiy qilib bo'lgan bo'lsa, 10 ming yilning ichidan biz shunchalik taraqqiy qilib bo'ldik hozir. Atomlar chiqdi, raketalar uchib bo'ldi. Agar 150 ming yilning ichidagi o'sha vaqtda biz taraqqiy qilib bo'lgan bo'lsak, balkim nurg'un ishlar yuz bergan bo'lishi mumkin. Shunga ba'zan analistlar balkim bu vaqtning ichida İnsanlar ne çıktım taraqqiy qilib bo'lgan bo'lishi mumkin, ne çıktım atom urushlari bo'lib bo'lgan bo'lishi mumkin deb qaralmoqda. Shuningdek insonlar ne çıktım yo'qolib, ne çıktım paydo bo'lib, qaytadan taraqqiy qilib, shunaqa qilgan bo'lishi mumkinmi deb o'ylaganlar bor. Chunki ba'zanlar balkim deyish mumkin, agar insonlar shunchalik cho'ng taraqqiy qilib bo'lgan bo'lsa, balkim hozirgi bizningki taraqqiyotimizdan ishib ketgan taraqqiyotlar bo'lgan bo'lsa, nima uchun hech qanday isbot faktlar qolmadi? Agar insonlar rost yo'qolib ketib qolsa, masalan, zodi bu dunyoda qanday o'zgarishlar bo'lib, bu faktlarni yo'qotib yetalaydi. Unda bo'lsa biz shu insonlar yo'qolib ketsa, 10 ming yilning ichida bu dunyoda qanchalik o'zgarishlar bo'ldi, shuni paralashib boqaylik. Unda bo'lsa biz beshidan deb boqaylik. Agar hozir shu vaqtda butun dunyodagi insonlar tuyuqsiz yo'qolib ketdi. Lekin boshqa hayvonlar hammasi bor, hammasi qolib qoldi, lekin faqatlam insonlar yo'qolib ketdi. Unda bo'lsa birinchi kundan boshlab zodi nima ishlar yuz berdi? İnsanlarınki yo'qolib ketgan boshdagi necha soatning ichidan, balkim 3-4 soatning ichidan butun dunyodagi tok o'chib ketdi. Chunki butun dunyodagi toklarni amaliyotda insonlar o'zlari kontrol qildi. Balkim boshda atom energiyalik tok tarqatadigan yerlarni odamlar kontrol qilib turmasa, temperaturasi beklab o'rlab ketishidan shu zamonlar tokni to'xtatdi. Undan keyin shu issiqlik energiyadan tarqatadigan toklarmi uzun o'tmay to'xtab ketdi. Andan keyin suv energiyasi bilan tarqatan tokmi, quyosh energiyasi, shamol energiyasi bilan tarqatan toklarmi odamlarniki kontrol qilmaganligidan to'xtab ketdi. 2 kundan keyin nima ish bo'ldi degan chaqda, odatda shu yer osti yo'llarini, mayli transport bilamdi, yo boshqa tunnellar bilamdi, bu yerdagi suvlarni chiqarib o'tish sistemlarini insonlar kontrol qildi. 24 soat kontrol qilib turish kerak. Shuningga insonlar yo'qolib ketib 48 soatning ichida bu yer osti yo'llarining hammasi suv bilan to'shib ketdi. Ondan biz insonlar yo'qolib ketib 10 kundan keyin toklarniki yo'q bo'lganligidan shu magazinlardagi butun yemekliklar asosida buzilib, chirib tugaydi. Ondan bu nimaga ta'sir qildi degan chaqda biz uyimizda boqilgan ba'zan hayvonlarga ta'sir qildi. Chunki bunda hayvonlarniki o'ziniki odatda mustaqil yashash qobiliyati yo'q, o'ziniki oldin xabar ololmaydi. Shunga balkim shu ishlar bular yashab qolmasligi mumkin. Chunki ular bizniki to'nglatqularimizni ocholmaydi. Ondan ba'zan magazinlarniki eshiklarini to'qliq bo'lg'achqa ular ochilmaydi. Hech qanday yerdan yemeklik topamaydi. Balkim boshda shu axlatxonlardan izlab nim qilish mumkin, lekin uzun qolmay bularni o'lab tugaydi. Lekin bir hayvon yashab qilish mumkin. Biz uyimizda boqgan hayvon, u bo'lsa mushuk. Mushukning kendida bir xil yovvoyilik bor. Ondan o'ziniki shu mustaqil yashash qobiliyati kuchliroq. Shunga odatda bu mushuklar insonlar bilan unchalar yaqin bo'lolmaydi, ishlarga o'xshash, lekin shu o'zining oldin o'zi xabar ola oladi. Ondan yana ba'zan hayvonlarga ta'sir qilish mumkin. Biz uyda boqmaydigan hayvonlarmi? Amaliyotda insonlar dunyodagi nurg'un yerlarda shaharlarni barpo qilib, nurg'un yerlarni egallagan. Shunga ba'zan hayvonlar shu insonlarga tayinib yashashga ko'ngan. Masalan, choshqon. Choshqon balkim yo'qolib ketishi mumkin. Chunki nurg'un choshqonlar biz insonlarniki axlatlarini, ichib qolgan tomoqlaridan yeb
o'ziniki jinni boqadi. Hammasi emas, ko'pinchisi. Ba'zan yovvoyi chashqanlar balkim o'rmonliklarda o'ziga yem topa olishi mumkin. Yana mushuklarmi chashqanlarni tutib, jon boqdan bo'lib qilishi mumkin. Shunaqa bu chashqanlar uchun bir tahdid bo'ldi. Yana ba'zan boshqa qarg'a degandek ba'zan hayvonlarga ham ta'sir qilishi mumkin. Ondan insonlar yo'qqa ketib bir oydan keyin nima ish bo'ldi degan chog'da odatda shu atom energiyasi bilan tok ishlab chiqadigan ba'zilarni odamlar kontrol qilib, ularning temperaturasini kontrol qilib turdi. Masalan, sovuq suv bilan odatda kontrol qildi. Agar insonlar yo'qqa ketib, bu kontrol yo'q bo'lsa, buningki temperaturasi bag'ansir o'rlab asosda portlaydi. Andan keyin atom bulg'anishini keltirib chiqardi. Ondan insonlar yo'qqa ketib bir yildan keyin nima ish yuz berdi deganda, bizning osmonda cho'ng bir o'zgarish bo'ldi. Odatda biz olam bo'shlig'i evatgan butun sun'iy amralarni odamlar kontrol qildi. U qarmoqqa yer shariniki tortish kuchi bilan aylanayotgandek ko'ringan bilanmi, ba'zan yerlarda yana insonlar kontrol qilgan ishtirish kuchini ishlatdi. Bu ishtirish kuchini yo'qotganligidan bir yillar atrofida butun sun'iy amralar asosda yer shariga tushib ketishi mumkin. Hozirgi dunyoda biz olam bo'shlig'i evatgan sun'iy amralarniki soni bo'lsa 4500 tal atrofida. Ondan insonlar yo'qolib ketib 5 yildan keyin nima ish yuz berdi degan chog'da ba'zan narsalar insonlar yo'qolib ketgandan keyin jiq yashamaydi. Ya bo'lmasa yashashi shunchalik tez bo'lib ketadi. Lekin bir narsa insonlar yo'qolib ketgandan keyin texim yaxshi yashay oladi. U bo'lsa-mu o'simlik. O'simliklar odatda shu insonlar o'zlari kontrol qilib tozalab qilib turg'ashqa jiq o'zini kengaytib o'sib qilolmaydi. Lekin insonlarniki kontrolligini yo'qotgandan keyin shamolniki kuchi, to'lqini, ya'ni issiqlikning to'lqinlari bilan texmi ishtik hammalarga o'sib, masalan, hatto bizniki tomlarimiz, butun yerlarimizga o'sib, kengaydi, ham jiqlaydi. Bular jiqlagandan keyin, texmi yo'g'ongandan keyin bularniki yiltizlari texmi kuchlandi. Yıldızları güçlengendan keyin butun tomlarni bo'shaytib o'tadi. Ham yerlarni bo'shaytib o'tadi. Bo'shaytib o'tgandan keyin asosda shu tomlar o'rilishga boshlaydi. Butun binolar asosda o'rilib yo'qolishga boshlaydi. Ondan insonlar yo'qolib ketib 25 yildan keyin o'simliklarniki texnik kengayib o'sib bu bir xil shu o'rmon bilan shaharlar birlashib ketgandek ko'rindi. Bundan bo'lgandan keyin ondan texnik hayvonlar, ya'ni yovvoyi hayvonlar bu yerlarga kirishga boshlaydi shaharlarga. Ondan yana go'shxo'r hayvonlarmi yemaklik tepish uchun bu yerga kirishga boshlaydi. Bu xil ahvol o'ydirma emas amaliyotda. Hozirgi bizning shu dunyomizda mushtaq bir shahar bor. U bo'lsa Rossiyaningki shu Chernobil degan bir shahri 30 yil odam bosmaganligidan shunday bo'lib ketgan. O'rmonlik bilan shaharlar birlashib ketgandek yovvoyi hayvonlar bilan teng yashaydigan ashta holatda. Nima uchun degan chog'da 30 yilning oldida bu shaharda bir yadro bulg'anish bo'lgan. U chog'da 300 mingdek odam shu shaharda yashaydi ekan to'q. Shu yadro bulg'anish bo'lgandan keyin hamma odamlarni chiqarib o'tgan. Ham 30 yil inson bosmagan. Yaqinda shu Yaponiyaniki tadqiqotlari qaytadan kirib qargan vaqtida u yer balkim do'zaxdek bo'lib ketgan bo'lishi mumkin deb kirgan chog'da o'zlari ko'rib hayron qolgan. Binolarda shunday jiq o'simliklar o'sib, o'rmonlik bilan shaharlar birlashib ketgandek, andan keyin shu hayvonlarniki jannatidek bo'lib ketgan. Lekin shu ba'zan shu qurilishlar, binolarniki sufati shunday tushib ketgan. Qarsangiz bir shamol chiqsa ham o'rlib ketgandek shunday holatda bo'lib qolgan. Amaliyotda shu vaqtning o'zida yadro bulg'anish bo'lgan vaqtidami shu nurg'ulg'an o'simliklarga, jonlilarga, boshqa hayvonlarga shunday ta'sir qilgan. Shunday jiq o'simliklarni, hayvonlarni o'ttirib o'tgan. Lekin tabiatniki qaytadan jonlilarni paydo qilish iqtidorini hargiz bo'sh qo'ymayman. Hozirgi bu shaharniki yovvoyi hayvonlar, yovvoyi o'simliklarniki sonlari odatda shu insonlar yashaydigan shaharlarning epcho'ridagi shu yovvoyi hayvonlarning soniki 10 asrdan eshib ketgan. Ondan yana bir bu shahardagi hayron qolarli bir ish bo'lsa, butun shu qurilishlar yoki binolarning aynaklari yo'q. Hammasi chiqilib tugagan. Xuddi hammasini bir skilib chiqib o'tgandek. Amaliyotda bu qanday bo'lgan degan chog'da, shu biz odatda shu qurilishlarniki aynaklarining cho'rsiga bir xil shilimlar bilan yemlaymiz. Bu bir xil ximiyalik modda bo'lg'achqa, asosda bularniki chirishi, qattiq bo'lib, shaklining o'zgarishi bilan o'sha aynaklarni chiqib o'tadi. Bu xil holatmi bir xil zanjirsimon bo'lg'achqa, birsi chiqilsa, hammasi chiqilishga boshlaydi.
Nima uchun degan chog'da bu qurilish binolarning ichidagi shamol besimi bu xil holatni keltirib chiqardi. Bir aynak chiqilsam, binoning ichidagi shamol besimi kuchlanib, ojizlashib ketgan shu aynaklarning hammasini biroqlam chiqib o'tdi. Shunga qaramoqda hammasini bir chiqib o'tgandek ashta ko'rindi. Ondan yana birisi, odatda bizning shaharlarimizdagi qurilishlarda, ya'ni bo'libmi shu egiz binolarimizda bir xil chaqmoqdan qochirish sistemasi bor. Bu sistemasi bo'lganda odatda chaqmoq bu binoni so'qmaydi. Lekin odamlar yo'q bo'lganligi uchun, uni odamlar kontrol qilmaganligi uchun bu o'zining iqtidorini yo'qotib, ondan chaqmoqlarni bu binolarga chaqmoq so'qidi. Bu binolarning ichida kuydigan narsalar bo'lsa, derizlar yo'q bo'lganligidan istiqlal binolarni o't tutashtirib kuydirib. Ondan insonlar yo'qotib 50 yillardan keyin bütün şu şehirlerin içindeki, kuruluşların içindeki bütün yağışlık yasalgan narsalarning hammasi yo'qolib tugaydi. Nurg'unlari chirib tugaydi, ham nurg'unlari şu kichik hasharotlar bo'lib, bu oq cho'millar degandek hasharotlarningki oziqligi bo'lib, bularni yeb tugatadi. Demak, 50 yillardan keyin şu odamlar yasagan yog'ochlarning hammasi tugaydi. Ondan insonlar yo'qolib 100 yildan keyin bütün şu insanlar yasagan çoğun imaratlarning hammasi o'zininki chirib ketishidan asosda yiqilib o'lib ketadi. Masalan, egiz binolar, egiz ko'yriklar, egiz munarlar degandek. Ondan insonlar yo'qolib 1000 yildan keyin bütün şu insanlar yasagan narsalarning hammasi yo'qolib ketadi, hammasi chirib tugaydi. Egiz binolar hammasi o'rilib şu tabiatniki bir qismi bo'lib bo'ldi. Balkim ba'zanlar deyish mumkin, bizniki insonlarning ba'zan yasagan necha ming yillik imoratlarimiz bor, hozirgacha bor deb. Lekin bularni insonlar o'lib ketmasligi uchun kontrol qilib turdi. Lekin insonlar yo'q bo'lsa, bularning hammasi yo'qolib tugaydi. Ishqilib insonlar qo'lda yasagan narsalar bo'lsa, hammasi tabiiy chiqqan narsalar bo'lsa, balkim yana saqlab qolinishi mumkin. Lekin inson yasagan bir narsa u saqlanib qoldi. Xili uzoqcha saqlanib qoldi. Ben onu keyinroq deb beray. Amaliyotda bu xil ahvolni insonlar xili yillar burundan bilib bo'lgan. Shunaqa insonlar amal bormi shu insonlarniki shu bilimlarni, tarix, madaniyat hamma narsani qancha uzoq shu yil saqlab qola olamiz. Agar biz yo'qolib ketsak, qanchalik uzoq yil saqlanib qola oladigan ahvolga aklaymiz deb. Shu Amerikaniki Kaliforniya shtatida Getty Center deb bir yer bor, ya'ni Getty uchur ombiri deb alımız. Bu yerda şu insonlarniki hozirgacha erishgan bütün uchurlari shu yerda saqlanib. Mayli madaniyat bo'lamdi, bilim, kitob, rasm, har xil ba'zan o'simliklar, ishqilib insonlar yasagan narsalarniki hammasi shu yerda saqlanib. Bu narsalar ular tadqiq qilib, shu narsalarniki o'ziniki temperaturasi, namlik, har jihatlardan taqshab turib, uzun yil saqlashga tirishadi. Ham bu uchur ambirini odatda insonlar shunda qattiq kontrol qildi, shu temperatur, namlik, har jihatlardan. Lekin agar insonlar yo'qolib ketsa, ya'ni to'klam yo'qolib ketsa, u yer tishi bilan hech qanday farq qolmaydi. Shunaqa u yerdagi nurg'un narsalar 100 yil qolmay yo'qolib ketadi. Masalan, qog'oz, rentgen degandek narsalar. Lekin ba'zi xil uchurlar texnik uzun yil saqlanib bo'ldi. U bo'lsa-mu shu tosh uyulmuliq uchurlar, shu toshga uyulgan yoki xatlar bo'lamdi, yoki rasmlar bo'lamdi degandek. Bu toshlarmi cho'qim tabiiy tosh bo'lishi kerak. Hargizmi o'zimiz shu simotlardan yasagan bundaq toshlar bo'lmasligi kerak. Shunaqa biz hozir o'ylab baqsaq, bizningki ajdodlarimiz necha ming yillarningki oldidagi madaniyatlarda ular o'zlarining uchurlarini mush tosh uyulmalari bilan uchurlarini qoldirgan. Bu texnikalarni ular qanday bildi? Bunda uzun yil saqlanib bo'lgan bunda xil uchur texnikalarni u chaqda ular qanday bilgan? Masalan, siz mayli kompyuter texnikasi bo'lamdi yoki bulut texnikasi bo'lamdi yoki biz mau U-pen deymiz, U-penga saqlagan narsalar, yo bo'lmasa plastik taxslarga saqlagan narsalar, ular texnik uzun saqlab bo'lamdi, saqlab bo'lmaydi. Ularmi uzun qolmay chirib tugaydi. Lekin faqat o'sha tosh uyulma uchurlari texnik uzun yil saqlab bo'ldi. Shunga o'ylab baqsangiz, bizning bu necha ming yilning oldidagi mayli Sumer imperiyasi bo'lamdi, Misr imperiyalarininki shu uchur texnikalardan ularniki hargizmi oddiy emasligini bilib olamiz. Shunga hozir Microsoft bilan IBM degan shirkatlarmi shu aynakning ichiga yizig'liq uchurlarni qoldirgan bir xil texnikani tadqiq qilyapti.
Ondan insanlar yo'qa ketib 10 ming yildan keyin bu dunyo butunlay tabiat bilan bo'lib ketadi. Shu insonlarniki hech qanday iznasi, isbotlari hech qaysi qolmaydi. Lekin faqatlan bir necha narsalar isbot qila oladi. O bo'lsa-mu, shu Misrdagi piramid, ondan odam boshliq sher, shu haykallar, bularni hammasi shu tabiiy toshlar bilan, tabiatning narsalari bilan yasalgan imoratlar bo'lishqa, ular 10 ming yildan keyinmi yana saqlanib qoldi. Yana balkim shu Amerikaningki shu prezidentlarininki haykallarini chiqargan shu tog'mi, u shu tabiiy toshlardan yasalgan haykal bo'lishqa, u balkim saqlanib qolishi mumkin. Agar bak cho'ng shu shovqin yoki kelkun degandek shu tabiiy ofatlar yuz bermasam, bular balkim yana saqlanib qolishi mumkin. Ondan yana bir narsa balkim 10 ming yildan keyinmi yana saqlanib qolishi mumkin. U insonlar yasagan narsa, bir qarablam insonlar yasaganini bilgil bo'ldi. U bo'lsa-mu plastik xaltasi. Plastik xaltasiniki yasalishi shundoq alayda bo'lg'ashqa, uniki nurg'un ximiyalik narsalar bilan yasalgan bo'lg'ashqa, nurg'un shu tabiatniki narsalari bunga yaqinlashmaydi. Mayli hasharotlar bo'lamdi, yo mikroblar bo'lamdi, hujayralar bo'lamdi, o'simliklar bo'lamdi. Buni ya yemaydi, ya yemaklik qilmaydi, unga yaqinlashmaydi. Lekin faqat balkim shu shamolniki to'lqinlari, kuchlari bularni parchalatish mumkin. Lekin yanlar o'zining sifati bilan parchalab o'tadi. Lekin bu plastik narsalar nimadan qo'rqadi degan chog'da odatda shu o'tdan qo'rqadi. Agar uni o'tdan ko'ydanmislam, u mayli parchalanib odam ko'rolmaydigan holatda bo'lsa-mu, tabiatlar bilan birlashib ketsa-mu, yanlar o'zining sifati bilan saqlanib qoldi. Insonlar hozirmi shu plastik xaltalarni dengizlarga tashlamanglar deb tavsiya qildi. Dengizga tushib ketishdan, dengiz bilan birlashib ketishdan shunchalik qo'rqaydi. Chunki u agar dengizga tushib ketib, suvga aralashib ketsalar, birsi nurg'un jonliqlarga zaxm yetkazadi. Ondan ya uni shamolning to'lqini bilan parchalayotgan bo'lmaydi, yo ko'ydagi olmaydigan holatga yetib, mangu saqlanib qoldi. Shunga hozirmi shu insonlar bosmagan Mariana dengiz orollarida shu plastik xaltalarni bayqagan. Dengizning ichida plastik narsalarni muhitni bulg'ash nisbati shunchalik kuchli bo'lg'ashqa, buni tabiatda yo'qotadigan iqtidorlari jiq bo'lmag'ashqa, hozirmi insonlar har davlatlar tavsiya qildigani amalda bu xaltalarni ishlatmanglar, oz ishlattinglar, yo bo'lmasa qog'oz xaltalarni ishlattinglar, yo bo'lmasa raxli xaltalarni ishlattinglar deb tavsiya qilyapman. Men sizga shuni tavsiya qilman. Shuningga shu ba'zan hozirgacha saqlanib qolgan necha ming yillik uyulma toshliq, yo bo'lmasa uyulma haykallik işte narsalarni balkim bizdan bu avloddagi insonlar emas, balkim oldingi ya uning oldidagi avloddagi insonlar, masalan shu 150 ming yildan oldin yo'qolib ketgan missing link vaqtidagi insonlar yasab qoldirgan bo'lishi mumkin. Unda bo'lsa, bugun biz mishak so'zlashaylik, kelasi sonda ko'rishaylik. Allohga omonat.